No, I congratulate with my guys. So they play serious. Birinchi navbatda futbolchilarimni ushbu g'alaba bilan tabriklamoqchiman. Ikkinchidan, ular ushbu uchrashuvga juda ham jiddiy yondashdi. Raqibga qaramasdan, uchrashuvning maqomiga qaramasdan buni juda ham jiddiy qabul qilishdi. Shu sababdan ham ularga rahmat aytmoqchiman. O'yin suratini ham yaxshi tempda ushlab turishdi va shu sababdan ularga ko'rsatilgan professionallik uchun rahmat aytmoqchiman. The way how they play and that was professionally played, let's say. Bugun umuman biz jamoa sifatida yaxshi o'yin ko'rsatdik. Menimcha yangi o'yinchilarni alohida ajratib ko'rsatish qandaydir noto'g'ri bo'lgan bo'lardi, lekin tan olish kerak, ular ham o'zini faqatgina yaxshi tomondan ko'rsatishdi. Balki muxlislarga o'yin qandaydir oson o'tgandek tuyulishi mumkin, lekin aytishimiz mumkin o'yin ancha qiyin bo'ldi bugun uchrashuv, chunki jamoamiz 90 daqiqa davomida tajovuzkor o'ynashga harakat qildi. Maydon markazidagi to'plarning ko'pchiligini yutib chiqdik va o'yinning oxirigacha pressing qilishga harakat qildi. Shu sababdan umuman jamoa uchun juda ham yaxshi o'yin bo'ldi deb hisoblayman. Bugun to'g'ri bitta gol o'tkazib yubordik, lekin bunda faqat himoya chizig'idagi xato tufayli emas, balki biz birinchi bo'lim oxiriga kelib hujumda ham yetarlicha pressing qilmadik, hujum zonasida, maydon markazida ham yetarlicha agressiv o'yin ko'rsatmadik. Shu sababdan futbolchilar xuddi birinchi bo'lim allaqachon tugab bo'ldi degandek kayfiyatda harakat qilishdi va biz ushbu golni qabul qilib oldik birinchi bo'lim qo'shib berilgan vaqtlarda. Lekin umuman himoya chizig'idagi o'yindan bugun jamoaviy o'yindan qoniqdim desam bo'ladi. Albatta O'zbekiston terma jamoasi jamoa sifatida bizdan ancha kuchli hisoblanadi. Shu sababdan biz ulardan ko'p narsa hali o'rganishimiz kerak. Bu asosan o'yin surati bo'yicha ularni bir-biriga amalga oshirayotgan paslari jihatdan, keyin ularning jismoniy holati tarafdan ham ular bizdan ancha ustunligini ko'rsatishdi. Shu sababdan bunday turdagi o'yinlar bizning futbolchilarimiz uchun tajriba maktabi vazifasini o'tab beradi.